Ko'p hollarda insonlar tanasining ayrim sohalaridagi tomirlarning bo'rtib chiqishi, ko'kimtir hamda qoramtir tusga kirishidan unchalik tashvishga tushavermaydi. Ammo ushbu kasallik varikoz kengayishi deb nomlanadi. Agar davolanmasa, hatto og'ir holatlarga ham olib kelishi mumkin. Lavha davomida batafsil. Vena qon tomirlari inson organizmida qon aylanishini ta'minlaydi. Biroq yuza venalarining kengayishi, klapanlarning yaroqsizligi va venoz qon oqishining buzilishi sababli venalarning varikoz kengayishi kuzatiladi. Afsuski, bugungi kunda qon tomir muammolari butun dunyoda keng tarqalgan surunkali kasalliklar sirasiga kiradi. Ayniqsa keyingi paytlarda ko'pchilik insonlarda varikoz xastaligi tez-tez uchramoqda. Xo'sh, buning sababi nima? Kasallik belgilari va uni davolash choralari haqidagi savollarimiz bilan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Milliy tibbiyot markazi oliy toifali shifokori dotsent Rustam Usmonovga murojaat qildik. Varikoz kasalligi to'liq aytilganda oyoq vena varikoz kengayish kasalligi deyiladi. Bu nima degani? Vena qon tomiri arteriyadan kelgan qon tomirini yana yurakka qaytarib beradi. Ya'ni doira shaklida harakatlanadi. Insonda yurakdan arteriya bilan butun oziqani hamma organga, oyoqqa ham oziqa keladi. Oyoqdan kelgan ma'lumot mana kislorod oziqalardan tashqari qaytish kerak endi. Keldi, endi yana qaytdi. Bu vena orqali. Oddiy mana krandagi, ariqdagi suv qanaqa oqadi? Tepadan pastga oqadi. Lekin insondagi qon venozli qon. Bu pastdan yuqoriga oqadi. Qanaqa qilib? Bu venaning ichida klapan bor. Klapan keldi, tepaga ushlab qoladi. Yana katta potok keldi, yana ushlab qoladi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda harakatlanadi. Mana shuning natijasida demak, qon klap ishlamaganining natijasida yig'ilib qolib dimlanadi-da, mana venaning ichida qon, venozli qon. Keyin kengayish paydo bo'ladi. Mana shuni vena varikoz kengayish kasalligi deyiladi. Rangining o'zgarishi buning o'zining davrlari bor. Birinchi 0 bu xuddi mana bu yulduzga o'xshagan tomirlarda mayda-mayda chiziqlar paydo bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi darajada bu vena qon tomirlarida qon yig'ilib qolishi, dimlanishi natijasida tepaga chiqmaydi. Keyin vena qon tomirlarida oddiy ko'z bilan ham buni bemalol varikoz kasalligini borligini aniqlash mumkin bo'ladi. Juda katta 80% oyoq qismida bo'ladi. Chunki insondagi mana bu insonni ko'tarib yuradigan oyoq. Ya'ni katta qism mana bu vena qon tomir oyoqdan tepaga yurakka qon yetkazib berish kerak. Yuklanishi shu oyoqqa tushadi. Shuning uchun ko'proq oyoqda bo'ladi kasallik. Lekin qo'llarda ham bo'ladi, uchraydi hayot. Sabablari juda ham ko'p. Birinchi navbatda uzoq o'tirish, uzoq tika turish, haydovchilarda uzoq muddatda yo'lda yurish, ich qotish, yo'tal bo'lish, yoshini hisobga olganda qanchalik inson semizlik bo'ladigan bo'lsa, ularda qon aylanishi qiyin bo'ladi. Ya'ni organizmda suvsizlanadi. Insonning o'zi butun tananing hammasi 72% suvdan tashkil topgan. Hatto suv sochda ham bor, tirnoqda ham bor, suyakda ham bor. Ayni mana bu qonning yetib borishi arteriya bilan vena qon tomirining vazifasiga kiradi. Ayollarda homiladorlik paytida bachadonning katta hajm bo'lish natijasida vena qon tomirlarini to'sib qo'yish, vena qon tomirida klapanlarning ishdan chiqishi natijasiga sirkulyatsiya, ya'ni qon aylanishi buziladi. Osiyo mamlakatlarida aholining yevropalashgan qismi o'rtasida stul va kreslolardan tez-tez foydalanish an'anaviy gilamchalarda o'tirgan odamlarga nisbatan varikoz tomirlarining soni sezilarli darajada 3-4 marta oshishiga olib kelgan. Asosan qaysi yoshdagi insonlar? Yoshdagi ayollarda 30-40 yoshda ko'p bo'ladi, bir 30-40%. Erkak kishilarda 10-20% uchrashi mumkin. Ba'zi insonlarni masalan yuz terisida, yuz qismida ham kichik tomirlar tarqalganligini ko'ramiz. Uni ba'zilar varikoz deb aytishadi. Qanchalik to'g'ri? Endi qisman to'g'ri. Chunki bu yerda shu arteriya vena bo'lib, vena qon tomirida shu sirkulyatsiyaning buzilishi natijasida shunaqa boshida aytib ketdimki, zvyodishka, ya'ni mana bu yulduzcha simonli foyda bo'lishi mumkin. Lekin bu degani endi varikoz degan gap emas bu. Birinchidan, ikkinchidan terida shunaqa anatomik joylashish ba'zilarda bo'ladi. Terining qavatiga bog'liq bo'lib turib, ba'zilarda teri tagida venalar
yuza joylashgan bo'ladi. Cho'nqir joylashgan bo'lsa, u ko'rinmaydi. Shuning uchun hammada o'sha biz aytgan holatlarni ko'rmasligimiz mumkin. Bu eng keng tarqalgan periferik qon tomir kasalligi hisoblanadi va epidemiologik ma'lumotlarga ko'ra ushbu kasallikning turli shakllari ayollarning 26-28%da, mehnatga layoqatli yoshdagi erkaklarning 10-20%da uchraydi. Endi buni birinchi navbatda buni sababini yo'qotish kerak. Sababi hozirgina men tushuntirib aytdimki, shu uzoq o'tirish, uzoq tika turish, uzoq yo'llarda harakatda bo'lish, ich qotish, yo'tal bo'lish, qon quyuqlashish oldini olish kerak. Ya'ni profilaktika oldini olsak, shu narsalar bir muncha oldini olish mumkin. Bu nasliyatdan, ya'ni gendan o'tadi degan ma'lumotlar ham bor. Lekin u juda kam protsent ta'sir qiladi. Masalan, ota-onasida bo'lgan bo'lsa, shu qizi, o'g'lida ham bo'lishi mumkin degan gap bor. Lekin bu juda doimiy nimalar emas, ma'lumot emas. Og'riq beradimi bu varikoz kasalligi yoki og'riqsizmi? Asosan qaysi holatga? Boshida birinchi faza, ikkinchi fazalar og'riq bo'lmasligi mumkin. Keyingi borib asorati natijasida filibit deyiladi yoki trombofilibit deyiladi. Keyin trofik yara deyiladi. Qon o'sha organga, oyoqqa bormaydigan bo'lsa, u yerda gangrena, ya'ni asorat yomon bo'lib, yaraga aylanishi mumkin. Uzoq muddatlarda davolanadigan yaralar, birpasda davolab bo'lmaydigan yaralar paydo bo'lishi mumkin. Og'riq bo'lishi mumkin-da. Asorati keyinchalik. Demak, necha toifaga bo'linar ekan bu varikoz kasalligi? 6 ta foizi bo'linadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinchi toifasi qanday? O'sha 6 gacha sanab berasizmi? Birinchisida o'sha 0, hali aytganimdek nimalarning paydo bo'lishi. Endi paydo bo'lishi. Og'riq ham bo'lmaydi, hech qanaqa belgilar yo'q. Birinchi 0 faza deyiladi. Ikkinchi fazasi endi o'sha venalarning ko'zga tashlanishi. Uchinchi fazasi endi o'sha yerda qon tomirlarda, vena qon tomirida sirkulyatsiya yaxshi bo'lmasligi. Uchinchi endi doimiy og'riq bo'lishi mumkin. 4-chi, 5-chi, 6-chida endi hali aytganimdek asorat yuzaga kelishi mumkin. Trombofilibit, shunaqa filibit oqibati trofik yaraga aylanib ketadi. Buni keyin davolash juda ham uzoq muddatda, bir hafta 10 kun emas, oylab, yillab davolashga to'g'ri keladi. Demak, bir qarashda masalan bemorni holatiga qarab aniqlash mumkin, to'g'rimi? U nechinchi fazada? To'ppa-to'g'ri. Varikoz tomirlari bilan bog'liq og'riqlarda shuningdek xilma-xilliklar uchraydi. Misol uchun pulslanayotgan og'riq, tungi tomir tortishi va mushaklarda qichishish, yurgan vaqtdagi og'riq, venos tomirlar bo'ylab og'riq, umumiy og'riq va oyoq og'rig'i, oyoqlarda shish paydo bo'lishi, toliqlik va og'irlik hissi bilan namoyon bo'ladi. Davolash choralari qanday? Eng samarali usullari qanday shu haqda? Davolash usullari bir nechta qismlarga bo'linadi. Oddiy o'sha kengaygan varikoz qon tomirlarini mexanik filibektomiya deyiladi. Operatsion olib tashlash bo'lishi mumkin. Ikkinchi varianti hozir lazer terapiya deyiladi. Lazer bilan vena ichiga kiritib, keyin o'shani kuydiradi. O'sha vena qon tomir shnurga aylanib qolinadi-da, lekin ko'rinishi tep-tekis hech qanaqa chandiq qolmaydi. Bu zamonaviy texnologiya hisobida. Lekin yana bitta narsani aytib qo'yishim mumkin, bu hech qanaqa sir emas. Keyinchalik o'sha narsa bir uzoq yillar davomida og'riq berib yurishi ham mumkin. Chunki venaning o'zi qoladi, olib tashlanmaydi-da. Keyin chandiqqa hosil bo'lib turib, o'sha keyinchalik og'riq berishi mumkin. Demak, lazer protsedurasidan so'ng u og'riq berishi mumkinmi? Da, berishi mumkin. Demak, eng samarali usuli oddiy, eng samarali usuli filibektomiya, oddiy kesib, operatsiya qilib olib tashlash. Uni asoratlari qolmaydi, to'g'rimi? Endi asorati deyarli qolmaydi. Og'riq beradimi? Og'riq berishi mumkin. Lekin bitta narsani hisobga olish kerak bu yerda. Filibektomiya katta chiqqan qon tomirlar olib tashlandi, lekin sababi qoladigan bo'lsa, omillar qoladigan bo'lsa, yana mayda vena qon tomirlar yana sekin chiqib keladi. Keyin vrach bilan bemor o'rtasida kelishmovchilik bo'ladi, tushunmovchilik bo'ladi. Aytadi, siz deydi, noto'g'ri operatsiya qildingiz, yomon qildingiz, natija yomon bo'ldi deb. Lekin bu narsani shu vrachning o'zi oldindan ogohlantirib tushuntirish kerak shu nimaga, bemorga. Chunki sababi qoladigan bo'lsa, oyoqning o'zida 3 ta qon gruppasi, vena qon tomir gruppasi bor. Birinchisi yuzaki joylashgan, ikkinchisi cho'nqir joylashgan globoki, uchinchisi anastomoz, bir-birini tutashtiruvchi. Bizlar qilinadigan ishlarning hammasi yuzaki joylashgan vena qon tomirlarini
olib tashlanadi. Ya'ni ko'proq hozirgi mavzumiz mana shu yuzda joylashgan vena qon tomir varikoz kasalligiga bag'ishlangan. Kasallikning oldini olish kerak. Ya'ni bir so'z bilan aytganda sababini yo'qotishimiz kerak. Demak, davolamasa o'sha 4-5 fazasigacha borar ekan. Borib gangrenaga aylanadi. Kompyuterda har kuni ishlash va mashina haydash kabi kam harakat kasblar mushaklarni harakatsiz va zaif qiladi. Natijada qon aylanish tizimida nosozliklar yuzaga keladi va vena kasalliklariga sabab bo'ladi. Tashxis qanday qo'yiladi? Masalan, mana shu varikoz kengayishi kasalligi Tashxisini birinchi navbatda shunday tekshirib ko'rsa bo'ladi. Ikkinchi navbatda hozir zamonaviy bo'ladigan bo'lsa, apparatda, o'zi apparatda dopplerografiya ko'riladi. Lekin buni hozir hamma shunaqa o'rganib qolgan, tekshir deyiladi. Bu oddiy narsa, lekin uni murakkab qilib, ko'rsatib, vahima qilib, o'sha ba'zilar bemorlar ovora bo'lishi mumkin. Buni ko'rgandan aniq 100% diagnoz qo'yib davolasa bo'ladi. Demak, uni malakali mutaxassis ko'rganda. Albatta. Endi uni hayotda, tajribasida ko'rgan bo'lish kerak. Faqat qog'ozda nimada emas, hayot o'zida tajribada ko'rish kerak. Qonni quyuqlashishi, masalan, qonni quyuqlashishi faqat varikoz bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin-ku. Ba'zi insonlarning oyoqlarida varikoz yo'q, lekin qon quyuqlashadi. Avval quyuqlashgan, so'ng quyuqlashishini evaziga keyinchalik varikoz paydo bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Lekin qonning birinchi navbatda quyuqlashishiga organizmda haligini aytdim, suvning yetishmasligi. Keyin o'sha kislorod yetishmasligi. Keyin uchinchi navbatda harakat chegaralanganligi. Suzishga basseynda yordam beradi. Gimnastika, toza havoda yurish, harakatda bo'lish, ichki butun organlarning hammasining bir me'yorda tartib bilan ishlashiga juda yaxshi yordam beradi. Demak, sog'lom turmush tarziga amal qilish bir so'z bilan aytganda. Kasallikni davolagandan ko'ra, albatta uning oldini olgan afzal. Shu bois salomatligingizga e'tiborliroq bo'ling. Salomat bo'ling.